G'arb hukumatlari va kishilik huquq tashkilotlari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michel Bacheletning Sharqi Turkistonni ziyorat qilishidan keyin uning hozirgacha kechiktirilib kelgan Uyg'urlar haqidagi dokladini darhol e'lon qilishga chaqirgan bo'lsa-mu, biroq bu doklad yana kechikishga duch kelgan. Bacheletning ishxonasining bayonotchisi Elizabeth Rossell mazkur dokladning ziyoratdan erishgan ta'sirot va kuzatishlar bilan to'liqlanganligini bildirgan. Uning aytishicha, doklad to'liqlanib bo'lingandan keyin e'lon qilinishidan burun Xitoy doiralarining fikrini elishga sunilgan. Dünya Uyghur Qurultayının bir heyətlə ömüki Shveysariyaning poytaxti Berin shahriga berib, 6-oyning 2 kuni bir kunlik ziyorat elib bordi. Dünya Uyghur Qurultayi raisi Dolqun Aysa boshchiligidagi ömük Shveysariya hukumat xodimlari, Tashqi ishlar ministrligi xodimlari va parlament a'zolari bilan uchrashdi. Dolqun Aysa apandi bu qadimgi Shveysariya ziyoratining maqsadi va ilib borgan uchrashishlar to'g'risida ma'lumot berdi. U Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi to'g'risida Uyg'ur kollegiyasi chiqargan qarorni tushuntirish va boshqa Yevropa davlatlariga o'xshash Shveysariya hukumati va parlamentining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishini talab qilish maqsadi bilan bu ziyoratni ilib borganligini bayon qildi. Xitoyning Hong Kong alohida ma'muriy rayonidagi g'arb davlatlarining diplomatik elchixonalari 1989 yili Tiananmen maydonida zo'rlik bilan bostirilgan tinch namoyishning xotir kunini xotirlash uchun tarqatdi. Egilenince Xitoy markaziy hukumatining mazkur shahardagi chet el diplomatlarga xotirlash uchurlarini e'lon qilmaslik haqida ogohlantirishi qaramay, Amerika, Kanada, Avstraliya, Yevropa ittifoqi va Angliyaning vakillari bayonot e'lon qilib, Tiananmen voqeasini xotirlagan. Koreya armiyasining bosh shtab boshlig'i Shimoliy Koreya 8 dona qisqa musofirlik ballistik boshqarilgan bombasini qilganligini e'lon qildi. Yaponiya bosh ministri Kishida Fumio boshqarilgan bombalarning Yaponiya alohida iqtisodiy rayonining sirtiga tushganligini, shundoq bo'lsa-mu Pyongyang hukumatiga norozilik bildirganligini aytdi. Yana bir tarafdan Koreyaning poytaxti Seulda bir yerga jam bo'lgan Yaponiya, Amerika va Koreyaning hukumat vakillari Shimoliy Koreyaning boshqarilgan bomba siniqiga qarshi uch taraf bexatarlik hamkorligini kuchaytirishga qo'shildi. Avstraliya hukumati bir Xitoy urush aeroplanining Janubiy dengizga bir dengizni kuzatish aeroplaniga parokandachilik solganligini va voqeadan keyin aeroplanlarining bazaga qaytarilganligini e'lon qildi. Avstraliya bosh ministri Anthony Albanese voqeadan keyin Xitoyga norozilik bildirdi. Davlat mudofaa ministri Richard Marles Xitoyning J-16 aeroplanining Avstraliya aeroplaniga nihoyat yaqin uçganligini ta'kidlab, biz butunlay o'z huquqimiz ichida harakat qilamiz. Savdo faoliyatimizning ko'pinchisi Janubiy Xitoy dengizidan o'tadi. Bu voqea bizni faoliyatimizdan to'sib qola olmaydi dedi. Qozog'istonda Yangi Qozog'iston deb atalgan siyosiy andiza umumiy xalqning ovoziga qo'yildi. Qozog'iston prezidenti To'qayev 5-iyun o'tkazilgan asosiy qonun referendumining hukumat bilan xalq o'rtasidagi munosabat andizasini o'z ichiga olgan zo'r o'zgarishlardan darak berganligini aytdi. To'qayev poytaxt Nur-Sultondagi Farabiy o'quvchilar saroyidagi bilet sanduqida asosiy qonunni umumiy xalq orasida ovozga qo'yishga bilet tashildi.